Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog' salomatmisiz? Charchamasdan yuribsizlar, manmangiz. Mana bugun ko'ktang bolalar bilan biz funchozaning yangicha usulini tayyorlamoqchimiz, yangicha variantini. Siz tayyorlab yurganingiz go'shtni somoncha to'g'rab solardingiz. Bizda bitta shu farq bo'lyapti. Go'shtni biz mishrubkadan o'tkazib tez pishishi va bolalarimizning ba'zilarida tishlar yo'q, tish tushgan nevaralar bor. Shularni hisobga olgan holda go'shtni qiymalab qovurib oldik. Mana bu qovurilgan go'shtni undan keyin bu olinib qo'yib piyoz dog' qilib, o'zi aslida biz piyoz ko'katlarning oq joylarini solardik. Bu martasiga piyoz o'zini piyoz dog' qildik. Mana hozir boshlaymiz. Sabzini solamiz. Piyoz ustiga sabzini solamiz. Sabzi aralashtirilib sabzini solamiz. Undan keyin sal yumshaydi-ku. Piyoz dog'san sabzi solingandan keyin 3 xil balgarini solamiz. Mana qizil, sariq va yashil balgari. Hozir balgarlar ko'ryapsiz, katta bo'lib chiqyapti. Bu ortib qolganini mana siz salafanga o'rab qo'yib, ertaga yana qandaydir taomingiz ishlasangiz bo'ladi. Chunki masalan bitta normal funchoza uchun uncha balgari to'g'ri kelmaydi. Mana bodring to'g'ralgan. Bular уже keyin solinadigan narsalar funchoza bilan birga ko'katlari. Mana achchiq koriandr va murch, uksus. Mana shular navbati bilan solinib tayyorlanadi. Biz salgina pererif qilamiz va sizga tayyor holatini ko'rsatamiz. Bu vitaminli mahsulotlar bolalar uchun foydali. Qilib beringizlar albatta. Bolalar gullar bilan ishlasin, qushlar bilan ishlasin, bo'sh paytlarida dam olsinlar, o'ynasinlar, darslarni yaxshi qilsinlar. Mana endi balgarlar solinadi. Sal yumshasa bo'ldi уже. Solamiz balgarlar, 3 xilni sirasi solamiz. Uch xil balgari to'g'ralgan solamiz. Salgina aralashtirib, so'ng mana chesnoy solamiz. Chesnoy salgina yumshaydi, bo'ldi, o'chiramiz. Keyin biz funchozani olib tayyorlaymiz. Chesnoy solamiz, Bahora. Bo'ldi, o'chiramiz. Osongina salat bu, bilasan, foydali. Mana azizlarim, funchoza ham ivib bo'ldi, dam olib bo'ldi, damlanib bo'ldi. Uni sekin durshlag ustidan qo'yamiz, suv ketkizamiz. Keyin ustidan yog' suv qo'yamiz. Sekin quyib tuzli suv, sal tuz tashlangan funchozaga. Yana keyin tuzi ko'riladi. Hammasi ag'darilib, so'ngra tuzli suv quyiladi. Endi qizil tovoqqa qo'yib, ustidan suv qo'yamiz. Qo'ying shuni. Bo'ladi. Ustidan toza suv quyiladi. O'zidan qo'ysang ham bo'lardi. O'ziga qo'ysang ham bo'lardi. Hozir biz funchoza ustiga qo'yamiz 3 qoshiq soya. 3 qoshiq soya, keyin salgina achchiqlar, ko'p emas. Chayapmiz. Bo'ldi, chayildi. Suv ketishi uchun salgina kutamiz. Shu tovoqda o'zini suvini bo'shatib tashlaymizda, keyin davom etamiz.
osongina mana bolalar bemalol o'zlari tayyorlayapti. Biz kattalar salgina o'rgatib tursak, bu narsalarni qilib berish hech qiyinchiligi yo'q azizlarim. Faqat ozgina vaqtingizni ketkazasiz, ozgina mablag'ingizni ketkazasiz. Kam-kamdan olsangiz, turli-tuman mahsulot tayyorlaysiz. Endi bunga soya 3 qoshiq solamiz. Keyin ozgina yana tuz tashlaymiz, keyin salgina achchiqlar, koriandr, qora murch tuyilgan. Soya taxim berishi uchun, koriandr ham taxim beradi, ham foydali. Kashnish urug'i bilasizku. 3 ta solamiz. Bo'ladi. Endi koriandr sepamiz, murch. Mana shular o'lchangan hammasini shunday quyib yuboramiz. O'zi biz tarelkalarni, mana tovoqlar sir uchmaganini tayyorlashimiz kerak. Agar ruslar ko'rsa qancha janjal qiladi. Bo'ldi, endi hammasini aralashtiramiz qo'shib. Hozir qovurilgan narsalar solinadi. Agar adashmasam, ozgina avval uksus yozimizdan chiqib, ozgina uksus solamiz. Bir qoshiqcha. Katta qoshiq bilan yarim qoshiq. Yarimgina. 70% bo'ladi. Endi qovurilgan narsalar solamiz. Solib aralashtiramiz. Oxirida mana ko'katlar solinadi. Bodring, go'sht, bular tayyor hammasi. Soldik. Sraz bularni ham solib aralashtiramiz. Bodring suvi to'kilgan edi. Endi ko'katlar qoldi. Ko'katlardan biz shivit to'g'radik. Kashnishni ba'zilar yoqtirmaydi. Mana ikkita kapkurt bilan endi yaxshilab aralashtiramiz. Qo'limizni tiqmaymiz. Mana ko'rdingizmi azizlarim? Bitta xatoyimiz, biz funchozani kesmadik. Yeguncha sal qiyinchilik bo'ladi. Necha vilkaga aylantirib yeyishni o'rgansin bolalar. Patnisga qo'yib haylam kesib qo'yish mumkin. Zarar yo'q. Agar kesilganda juda yaxshi aralashadi. Bu bizning xatoyimiz bo'ldi. Marhamat azizlarim, bolalaringizga mana shunday narsalar tayyorlab bering. Sog' salomat bo'ling, charchamasdan yuring.